Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birgalikda brendli kosmetikalarning o'rnini bosadigan byudjetli kosmetikalar haqida gaplashamiz. Birinchi bo'lib, mana bu tushdan boshlaymiz. Bu o'zim foydalanadigan tush. Bilishingiz bo'yicha men bu tushga umuman xiyonat qilmayman. Qora tochkalardan qanaqa qilib qutulsam bo'ladi deydigan qizlar uchun sizlarga enzimli pudrani tavsiya qilaman. Bundan foydalansanglar kosmetologga borishda umuman hojati qolmaydi. Qoralarda kirlar to'planib qoladi. Shu uchun qora tochkalar yuziga keladi, ayniqsa burunda. Yuzi quruq qizlar uchun haftada 1 marta foydalanish tavsiya etiladi. Yuzi yog'li qizlar uchun haftada 2 marta foydalanish tavsiya etiladi. Keyingisi bu soch uchun termozashita. Men aynan mana shu termozashitadan foydalanaman, chunki unchalik qimmat emas hamda effekti juda ham zo'r. Buni sochimizni fen bilan quritishdan oldin foydalansak, sochimizga hech qanaqa shikast yetmaydi. Bilamiz, fen, o'chiroqlar, har xil jingalak qiladigan staylerlar sochga shikast yetkazadi, ya'ni kuydirib yuboradi. Ammo bu termozashitalar esa shuni oldini oladi. Keyingisi bu Yasamaya firmasining mitsilarkasi. Men doimo shundan foydalanaman. Chunki ham grami ham ko'p, hamda narxi juda ham arzon. Qimmat mitsilarkalarning o'rnini bemalol bosa oladi. Endi hozir mitsilarkamiz bilan makiyajni o'chirib qo'yamiz. Mana yuzini yarmini makiyajini mitsilarka bilan o'chirib bo'ldim. Va menga bor yo'g'i ikkitagina vatni disk ketdi. Agar yanada qanaqadir savolinglar bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Bemalol sizlar bilan birgalikda gaplashamiz. Sizlarga qani.